3 xona Yevro remont hamma mebel texnikasi bilan Olmazor tumani Qorasaroydan qani ketdik. Televizorning zona, bu yoqda asosiy zal, mehmonxona qismi joylashgan. Televizorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu fayzli xonadonimiz 11 qavatli domning 8-qavatida joylashgan. Shundoqqina yo'lni yuzida. Elektrika, santexnika ishlarigacha absolyutno noldan remont qilingan. 100% to'pli poldan iborat. Bu yoqda bolajonlar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. O'zini garderobni shkaflariga ega. Hol qismini ko'rdinglar, bu yoqda o'zini umumiy sanuzel qismiga ko'zinglar tushadi. Videomizni oxirigacha ko'rib tursanglar, narxini aytib o'taman. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasi joylashgan, garderobni shkaf va konditsionerlariga ega. Uyimiz mana shu Novostroykaning 8-qavatida joylashgan. Menga eng yoqqan joyi spalnida o'zini dush qismlariga ega. Avtorskiy proyektda remont qilingan. Podyezd qismlarida o'zini domofon kameralariga ega. Bu yoqda ayollarimiz yaxshi ko'rgan oshxona qismi joylashgan. Oshxonadagi barcha mebel texnikalar dit bilan joy-joyga joylashtirilgan. Oshxona qismida ham o'zini balkonlarini ko'rishingiz mumkin, marhamat. Pishgan g'ishtdan qurilgan. Umumiy maydoni 92 kvadrat metr. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kim bilan yashaginglar kelsa, o'sha odamga videoni yuborib qo'yinglar. Xonadonimiz narxini $129,000 so'rashyapti. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun opisiyaniyada telefon raqam qoldirdim.